matn bilan qilingan dizaynlar. Xavfsizligi ham muhim. Kamera masalasida alohida hamma xonada bizda kamera qo'yilgan. To'liq universitetni kamera bilan qoplab olganmiz va haligi ko'rganingizdek, mana haligi ovoz ham bo'ladi. Bu bir tarafdan birinchi navbatda shu talabalarning bevosita xavfsizligi. Xotirjam o'zini his qilib, biror bir tushunmovchilik bo'lmaydi bu nuqtai nazardan. Va ikkinchisi darsxonalarimiz bizda ham turadi. Darsxonalarda biz o'sha prorektorlarimizda, o'sha ta'lim sifati bilan ishlaydigan xodimlarimiz bevosita kamera orqali dars jarayonini xonasida o'tirib kuzatib turadi sifatini, sifat nuqtai nazaridan. Endi ta'lim jarayonini nazorat qilish, shaffof o'qituvchilarni hali darsga bo'lgan munosabati, mas'uliyati ham nima qilinadi? Ikki tomonlama baholanadi. Shunaqa. Endi hozir ta'lim bozori bugungi kunda bir jadal rivojlanayotgan bozorda eng raqobatli payti. Uni misol uchun o'zingiz juda yaxshi bilasiz, o'z ko'p leksiyalaringizni aytgansiz. Bozor hali birinchi o'sish davri. Hali son jihatdan shakllandi bozor. Endi bundan buyog'iga ko'proq bozor sifatga qaraydi. Sifat talab. Shunday. Endi buni ko'rsatib berish ham haqiqatdan muhim omil bo'lib qoldi. Bu kompyuter xonamiz bu. Assalomu alaykum. Xonamiz. O'tiringlar, xijolat qilmaylik. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ajoyib bu Farhod, yaxshimisizlar? Format, shunga bir erkin format, kompyuter, xohlasa mana leksiyani bu makina ishlarini kelib ustozimiz, IT bo'yicha ustozimiz makina ishlarini har xil ta'limni yangicha texnologiyalardan foydalanib olib boradilar. Shu darsni 3 ga bo'lib, hali bir qismi leksiya, bir qismi amaliyot va 3-qismi qanaqa edi o'zingiz aytib bera qoling shu bo'yicha. Hozirgi darsimizda no-coding texnologiyasi bo'yicha xalqaro munosabatli yo'nalish talabalarimizga qisqa muddatda veb-sayt yaratish, SMM faoliyatini olib borish, statistik faoliyatni olib borish ko'nikmasiga ega bo'lish mumkin. Mana veb-saytlar har xil yo'nalish bo'yicha amalga oshirib, ham hosting masalasini ham hal qilish mumkin. Ajoyib. Baraka toping. Rahmat sizlarga, sog' bo'ling.